So'nggi yillarda sun'iy intellekt va nevrotexnologiyalar sohasida jadal taraqqiyot yuz bermoqda. Ana shunday ilg'or ishlanmalar natijasida Xitoy olimlari insonning yopiq ko'z bilan ham ko'ra olishini ta'minlovchi inqilobiy linzani yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu innovatsion linza insonning vizual qobiliyatini sun'iy yo'l bilan kengaytiradi. Qurilma miya bilan ko'z o'rtasidagi nevrosignallarni aniqlaydi va tahlil qiladi. Maxsus sensorlar yordamida ko'z harakatlari va miya faolligi qayd etiladi hamda tasvirlarni real vaqtda shakllantirish mumkin bo'ladi. Bu texnologiya nafaqat ko'rish qobiliyati cheklangan shaxslar uchun, balki xavfsizlik va hatto tibbiyot sohasida ham muhim o'rin egallashi mumkin. Masalan, xavfli vaziyatlarda ko'zlarini yumib turish kerak bo'lgan harbiy xizmatchilar yoki shifokorlar uchun linza katta yordam beradi. Ko'zi ojizlar uchun esa bu texnologiya ko'rish imkoniyatini tiklashda muhim vositaga aylanishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, ushbu texnologiya hali rivojlanish bosqichida, biroq uni takomillashtirish orqali to'liq integratsiyalashgan nevrolinza tizimlarini yaratish mumkin. Bu esa insonning tabiiy sezgi imkoniyatlarini sun'iy vositalar bilan kengaytirish yo'lidagi katta qadam bo'ladi. Xitoyda yaratilgan yopiq ko'z bilan ko'rish imkonini beruvchi linza ilm-fan va texnologiyaning yangi bosqichiga ko'tarilayotganidan dalolat beradi. Bu yangilik nafaqat ko'rish muammosi bo'lgan insonlar uchun, balki butun insoniyat uchun katta yutuq bo'lishi mumkin.